Yondi aylandi. 11. Yondi, o'chiring. 12. Hozir nasoslarni yoqamiz, pushka nalatga qilamiz. Pushka nalatga jarayoni bilan bo'lishaman. Boshlang, birdan boshlab yoqing. Yondi, to'g'ri aylandi. O'chiring. Keyingisi 2. Yondi, o'chiring. To'g'ri aylandi. 3 yoqing. Yondi, to'g'ri aylandi. 4. Yondi, to'g'ri aylandi. 5. Yondi, to'g'ri aylandi. 6. Yondi, to'g'ri aylandi. 7. Yondi, to'g'ri aylandi. O'chiring. 8. Yondi, o'chiring. To'g'ri aylanyapti. Bular 3 fazali nasosli bo'lgani uchun nito tomonga aylanib qolishi mumkin. Shuning uchun bir rot tekshirib chiqamiz. Tak. 9 yondi aylandi. 10. Yondi aylandi. 11. Bo'ldi. Hammasi yondi. Endi narigi betdagi boylar nasoslarni ko'ramiz. Nasoslarni yoqib ko'ryapmiz. Elektr podключение to'g'ri bo'lganmi, to'g'ri aylanyaptimi? Keyin nalatga qilib chiqamiz. Metrini proyekt bo'yicha necha metrga urish kerak, o'shani ko'rib chiqamiz. Xo'sh, 28 yonib turibdi. Bu yonda o'chiring resirkulyatsiya. Bu resirkulyatsiya liniya, bu sirkulyatsiya boylar aylantirishga liniyamiz. Keyingi ikkita. Bittasi yonib turibdi, boylar suvini sindib yoqib qo'ydik. Bittasi bizda resirkulyatsiya. Bo'ldi, o'chiring. Mana nerjevik nasosda. Hozir bularni endi yoqib, har bittasini puskanalatga qilib chiqamiz. Buni keyin yana qish vaqtida bitta yoqib turib, kun sovug'anda yana bitta puskanalatga qilib qo'yish kerak bo'ladi. Mana nasosdan rabochiy tochkalarini topamiz. Rabochiy tochkalarini to'g'ri qo'yib chiqamiz. Agar kimga nasos xizmatlari, nasoslar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. Bizda har doim nasoslarning zo'ri bor.